Samarqanddan salom. Samarqandga ko'pchilik kelgansizlar. Va mana shu savol pengerda. Mana shu zinani pastdan sanab chiqsa boshqacha hisob, tepadan pastga sanasa boshqacha hisob kelib chiqadi deyishardi. Gunohkor zinalarmi endi bular shu mashhur ko'plab kinolarda ko'rganmiz. Ha, xalqni gunohkor zinalar deb qamalashadi. Birinchi marta sanab, ikkinchi marta xuddi shu raqamni qabul qila olmaydi. Ikki marta sanab, bitta raqam chiqmaydi. Sanab ko'ramiz. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 mana. Mana buni hisoblamaysizlar. Mana shu zinani o'zi bo'lsa 35 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ta-ku. Mana o'zingizlar ko'rdinglar. Men faqat g'ishli zinani sanaganman. Sizlar ham sanaganmisizlar va qancha chiqqan? Shuni kommentariyada yozib ketinglar. Ba'zi bir holatlarda sanaydigan zina shu deb tarixga kirib qolgan, lekin aslida bu zina hech qanaqangi ahamiyatga ega emas. Buni mazmuni, mohiyati insonlarni pastlikdan yuqoriga chiqaruvchi, yuqoridan pastga tushiruvchi holatdagi vosita. Endi buni ba'zilar keladi, to'g'ri chiqsa niyatga yetadi, to'g'ri chiqmasa niyatga yetmaydi yoki gunohkor odamga yoki noto'g'ri, gunohsiz odamga to'g'ri chiqadi degan noto'g'ri talqin bir paytlar ketgan. Bu noto'g'ri e'tiqod, aqidamizga to'g'ri kelmaydi, shariatga bu narsa zid. Так что hammani gapiga ham ishonmaylik hayotda.